bilan Tommycraft. Bu safar men mana shu yana modlarni obzor chiqaraman. Uzr, sizlardan 11 kun video chiqmay qoldi. Buning uchun uzr so'rayman. Qani bo'lmasa boshladik. Birinchi men ham birinchi marta ko'rib turibman. Mana o juda ham zo'r ekan. Juda ham zo'r mod ekan. Do'stlar, ovoz sal balandroq. Endi yetadi. Juda ham zo'r mashina ekan do'stlar. Vau. Menga yoqdi. Endi mana bu ko'p. Vau, bu ham zo'r ekan. Qani buni ham yetib ko'ramiz do'stlar. Ko'rinishiga gap yo'q. İkisi ham vau. Do'stlar, menga hozir qaysi biri yoqqanini aytaman. Ozgina oldiroq hozir do'stlar, kanalga obuna bo'lib like bosishni so'rab qolaman. Do'stlar, hozir do'stlar, mana sizlarga qaysi biri yoqdi? Qorasi yoki sarig'i? Sarig'ini obzor qilamiz, salonlarini. Vau, juda ham zo'r ekan. Ovoz chiqarar ekan. Close door. Wow, bekle. Ochilib beklanar ekan do'stlar. Qayerga? Beklanadi. Pendur. To'xtanglar do'stlar, hozir buni beklay. Mayli, keyingisiga o'tiraman. Vau, bu ham mana buni kul rangi. Fakat orqasida mana buchasi bor ekan. Bu pendur salonlari. Mana salonlari, bu sal pastroq mashina ekan. Bu esa teparoq. Hozir nimaga ko'rsam voy. Qaysi biri dedi? Jinni. Mana buning salonlari. Buni ham yetib ko'ramiz. Fast off. Juda tez. Zo'r ekan, lekin menga yoqdi. Vau. Ko'rinishiga boshqa gap yo'q. Endi boshidagi ikkitasini qo'yamiz va hozir do'stlar, hozir to'g'rilaymiz. Ozgina yana qayralaymiz. Ozgina. Jinni. Mana bunaqa ko'rsatish bo'ladi buni.
yo'qotib kelamiz do'stlar. Mana bu yerda ikkita mashina ham bor meni. Mana shunaqasi yoqdi menga do'stlar bu mashinani. Wow. Ko'rinishga vashshe gap yo'q. Mana shu obzor qilgandik. Endi mana bunga kelgan edik do'stlar. Hozir buni salonlarini ko'rish. Wow, zo'r ekan buniki ham. Wow. Tepalari orqasini ko'raylik-chi. Orqasida wow motorlari. Bular motorlari bor ekan do'stlar. Bu eng qizig'i sinmaydi ekan. Men ko'p men do'stlar. Oldidan ko'rsataychi. Bu yoqdan tursa sal, bu yoqdan tursa bilinmayapti. Do'stlar, mana bu McLaren degan mashina ekan. Wow. Bunisi BMW. Wow, menga BMW yoqadi do'stlar. Sizlarga kommentariyaga yozib qoldiringlar. Mercy yoki BMW. Harrods. Men sizlarga xohlasangiz Mercedes va BMW'ning wow. Buni mana bu yerlar ham ochiladi. Bunichi to'xtanglar do'stlar. Yo'q, bularniki ochilmaydi. Buniki ochilyapti. Wow, menga mana shunisi yoqdi ko'proq. Mana juda ham zo'r ekan. Open door. Wow, men buni haydab ko'rmasam bo'lmaydi do'stlar. Wow. Hozir do'stlar. Hozir 1 minut. Bu yerdamas. Esonzigi. Hozir do'stlar, hozir. Time mana deklams do'stlar. Mana. Tur mana bu juda ham zo'r mashina ekan, menga juda ham yoqdi. Wow. Do'stlar ovozdan nima yurmayapti? Mana yurdi do'stlar. Neyse, zo'r ekan bu. Judayam zo'r ekan. 10 taga 2 ta qatdi do'stlar. Obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos. Men mana shunaqa zo'r modlarni obzor qilaveraman do'stlar. Bu qanaqa? Bu boyagini olov rangi-ku. Olov rangi. MC98 Rin. Mana shuni bermoqchim men. Ochilmaydi. Open door. Hammasi ovozi bir xil ekan. Do'stlarmi? Bu-chi. Buni ko'rdik. Do'stlar, bu eng oxirgi mashina. Shuni ham obzor qaramadik. Bu yoqlarda bo'lmasa buzilib ketadi.
koyamiz va oxirgi narsa bu mana do'stlar. Wow. Golf. Mana wow. Lekin boyagiga yetmaydi. Bu do'stlar, bu boyagidan yaxshi emas ekan, menga uncha yoqmadi. Boyagi sarg'i yaxshiroq edi. Buni ham o'ylab ishlarini ko'raylikchi. Normalniy, hammasi bir xilda. Eshigiga o'rganmadim lekin. Do'stlar, mana menga yo'q, bu ham bo'lmaydi. Bu ham bo'lmaydi. Mana shu yerda hozir bir narsa qilamiz. Do'stlar, hozir do'stlar 1 minut. Mayli, uzr do'stlar, uzr. Ikkitasini birda qo'yib qo'ydim. Wow, menga yoqqani mana. Mana shu menga yoqqani McLaren. Sizga qaysi biri yoqdi? Do'stlar, yozib qoldiringlar. Mana. Wow, bilan terilib turishlarini. Wow. Просто wow. Buni ikkalasini nima farqi bor ekan? Ko'raylikchi. Bunda ana narsa yo'q. Buni qo'ymayapmiz do'stlar. Qo'ydik. Sizga qaysi biri yoqdi do'stlar? Bularni termilib turishlariga qarang bir do'stlar. Wow. Mana shunaqa mashina. Juda ham zo'r mod ekan, menga juda ham yoqdi. Har o'yin o'ynaganda endi bularni o'ynayman har o'yin o'ynaganda. Sizlarga qanaqa videolar yoqadi, qanaqa videolar olay do'stlar? Xohlaganingizni kommentariyada yozib qoldiring. Do'stlar, aytgancha yana bir mod qolib ketdi. Mana bu, bunda eng chetdagini bossangiz mana shunaqa yuzingizni ko'rsatadigan mod. Bu mana. Mayorni bossangiz bu sizni survivalga o'tkazadi. Bu esa kreativga, bu default degan narsaga o'tiradi. Bu survival. Bu kreativdamiz hozir do'stlar. Hozircha xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sog', salomat